Leksiyalarımızı başlayımız, hürmetli vatandaş. Leksiyarısı da Gacı Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslaq 2020 yıl 12. ayının 30. günü hürmetli vatandaş. Bugün sizlerge vaziyet doğrusu da sözlesek. Hazır Cumhuriyet Partiyası Kayni Şinjan doğrusu makalla ilan kılıp özünü aklaydıgan orunga düşüp kaldı. Aklaganda bu yani Uygurlarını karlaş bilen bile özünü aklawatıdı Cumhuriyet Partiyası. Bunun halkara sebepleri nime keldigini bilgili bulmaydı, lekin Amerika'da saylam ciddi ketip atıdı vatandaş. Ana hazır vaziyet doğrusu yani bir gep eysak. Şıta, ana eçelik televizorda. Kompüterde nime deydi bugün desenler? Bugün Xi Jinping hazır mine Raki kesili griptar oldu. Operasiya qilish aldı turdu dey. Arlıqda men sizlarga şunda bir leksiya sözlegendim. Prezident Vladimir Putin qol puti titreydigan kesel bop qaldı. Birinci ay aldığımızdaki birinci ay işçide istifa beri degen edim. Keyin Rusya Federasyasının Dumасы karar kılıp asası kanunu özgertip Prezident Vladimir Putin'i 2036 yılgacha işleydi o dedi. Bu reis Xi Jinping mi şundaq bulamdı ya ki qandaq? Onu bilelmeymiz vatandaşım, lekin biz Uygur halkının ictimai turmuş ahlak an'anisi de birovga ölüm tileydigan millet emas biz. Lekin reis Xi Jinping'nin Uygurlarını bastırış cihetde haddiden ziyade eşip ketkenligi, fakat vahşilikni yol koyuştun başka hiç qandaq imkan kaldırmağanlığı, belki Xuda şundaq ceza berişne tallagan bolsa, bununla ayran qalmaymiz vatandaşlar. Bugün sizlerge sözleydigan leksiyimiz mundaq birinci. Bir su işi olaycı mı? Evvel yeni yılınla tebrikler. Salahiddin Efendi, Azat Hacım, yeni yılınla mı barek olsun? Unutup kattım ben geçirinle. Esli oylap otağantım. Anda Turan Efendi, siz bağ mı? Gep kılıp duran Turan Efendi. Şimdi mavzunu başlayımız vatandaşlar. Prezident Trump'nın Tayvan'ga Tibetki çetişli kanun layihəsiga imza qoyuşunun kaynideki garizi. Mavzulu haber 12. ayının 29. günü Doğu Torbeti'de ilan kılın. Haber mundaq başlandı. Yeni maliye yılıda pul acırtış, hamçot kanun layihəsi Aksaray'nın yol koyuşu bilen prezident imza koyup resmi kanun qaylandı. Bu kanun layihənin cüngoluklarının yukarı derece dikkat kılışını keltirip çıkarga yeri. Şu yerdeki bu işki parça cüngolu çetişli kanun layihə birge koyulup, bir orunga koyulup makullaştın öttü. Ola ayrım aldı mındaq mavzuda. Tayvan'ga kapolat berish kanunu. Yani birisi Tibet siyaseti ve Tibet'ni qollash kanunu. Bir parça universallashgan bir kanun aslida. Bazı Amerika üçün intayin muhim deb hesaplangan, nayt zor menfaatga chetilib keladigan halqılık bir kun tartibning sığdap kirgizilishi, yani Tayvan kanunu ya ki Tibet kanununu sığdap nayti çoğun bir kanun, maliye jili doğrusu kanunu sığdap kirgizilishi Amerika'nın siyaset ve an'anavileşken adatıdır. Bu iki parça kanun layihə devlet meclisi de uzun vakit muhakeme kılınıp, ahirki hesapta Avam Palatasının Kengaş Palatasının maqillişidən ötkiçe 2021 yıllık maliye yılı hamçot acırtış
qonun loyihasiga sig'dab kirgizildi. Yuqorqi ishki qonun loyiha. Shuning bilan Amerikada rasmiy qonunga aylandi. Prezident imzo qo'ydi. Amerikada rasmiy qonunga aylandi. Bu qonun Amerika Qo'shma Shtatlarining Jungoning ichki qismida ba'zi ishlarga aralashishning shartlarini va aralashish iqtidorini texmo kengaytirdi ve mahiyetlik derecede yukarı götürdü. Aralışının derecesini kadem yukarı götürdü ve bunun için yol açtı. Demek bu katımki kanun loyihaga imzo qo'yib, Prezident Trump onu kanunga aylandırdı degan gap, Jungoning ishidagi ba'zi masalalarga aralashishning qadamini tezlatdi ve onun derecesini yukarı götürdü dedi. Amerika'nın yeni maliye yılı hamçot kanun loyihasiga ikki turli kanun loyihani sig'dab kirgizilishi Tayvan Tibet to'g'risidagi. Jungo masalasining allaqachon Amerika'nın tashqi siyosatida yadroliq o'ringa qo'yilganligini ko'rsatib berdi. Jungo masalasining allaqachon Amerika'nın tashqi siyosatida yadroliq o'ringa qo'yilganligini ko'rsatdi vatandosh. Hem de onun yani Amerika'nın Jungoning ichki qismidagi ba'zi rayonlar masalasidan foydalanib, Jungoni cheklash uchun taqozo bo'layotganligini gavdlantirib berdi. Mush jumlalarda Xitoy o'zi e'tirof qilyapti, Amerikaning Jungo qiratgan tashqi siyosati nima degan narsani Xitoy o'zi e'tirof qilyapti. Bu yerda ko'ptirish yo'q. Bu yerda qoldirib qo'yishim yo'q. Amerika'da Devlet Meclisi'nde buluvatkan kanun çıkırış hareketleri ve faaliyetleri karşısınız, Xitay bunu sezdi, bildi degan gap vatandaş. Amerika'nın Jungoga chetishlik yangi kanun loyihasining o'ttirg'i chiqishida 3 turlik arq ko'rinish bor. Birinchi, Amerika'nın Jungo qaratgan strategik siyosati o'zgarib, intayin jiddiy payt kirib keldi. Birinchi, tekrarlayman vatandaş, Amerika'nın Jungo qaratgan strategik siyosati o'zgarib, intayin jiddiy paytga kirib keldi. Jungoni cheklash toriy sistemasini qurish doimlashdi. Ikkinchi, Amerika'nın Jungo qaratgan umumyuzlik raqobatlashish siyosati dal hozir o'zliksiz o'rlamoqda. Prezident Trump dastlabki chog'larda sal qarg'an kishilik huquq, qimmat qarashlari, ideologiyalik omillar dalazar Amerikaning Jungo qarata qanot yaydirayotgan umumyuzlik strategik raqobatlashishi hamda so'g'oq munosabatlar urushi bilan cheklash siyosatida texamazor salmoqni egallaydi. Uchinchi, mayli Obama'nın Asiya qaytib kelish siyosati bo'lsin, yoki Prezident Trump'ning erkin echib etilgan Hindi Tinch okeani siyosati bo'lsin, yoki yangi prezidentning Asiyada mavjud bo'lib turish siyosati bo'lsin, bu siyosatlar cho'qim chunqurlashtirildi. Tibet, Tayvan biri Jungoning g'arbida, biri Jungoning sharqida qistab kelgan vaziyatda turibdi. Ro'shanki, Amerikaning maqsad muddolari shiddatli kuchga ega. Bu kuch hozir Jungoga ajallak tahdid elib keldi. Shunga hushyorligimizni oshirishimiz kerak deydi Duvit orbiti. Hozir Amerikada ma'qullangan bir qonun loyihaga chetilib, ikki qonun loyiha. Buni Tayvan kafolatlantirish qonuni, Tibet siyosati va Tibetni qo'llash qonun loyihasi uchini bir yerga qo'yib, yoki bir cho'ng tema ichiga, ya'ni ikki qonunni qo'yib, Amerika Qo'shma Shtatlari maliya jiliga elib kirdi. Maliya jiliga elib kirdi degan gap
bu siyasetler Amerika'nın gündelik siyaseti qatarıga kirdi degan gap. Her qandaq vaqtda ko'ngil bo'ladigan, diqqat qiladigan va qo'zg'aydigan siyaset qatarıga kirdi degan gap. Qani Uyg'urdan da'vogarlari apandilar. Bu yıl 6. ayının 17. günü Prezident Trump Uyg'ur kishilik huquq va siyaset qonun loyihasini ma'qullagan edi. Hech bo'lmaganda u qonun loyihasini mushu qonunning ishiga kirib, bu yil 2021 yillik moliya yiliga taalluq bo'lishi kerak edi. Da'vogar apandilar. Yoki men xato tushunib qoldimmi, yoki xato kuzatdimmi, yoki bu yerda bir savallik bormi bilolmadim. Endi Amerika Qo'shma Shtatlari boshqa o'ylayaptamdi yoki Şinjan masalasi boshqa yo'l tutamdi, buni tushunmadim. Lekin mening kallamda saqlanayotgan bir masala moliya yiliga hisob kirgandilar, ondan bir masala Amerikada masala bo'ladi. Yoki bir masala Amerikada ondan masala deb qaraladi deydigan bu tushunch asosida ben savol qo'ydim sizlarga, da'vogar apandilar. Bu qator nemishki Uyg'ur masalasi 2021 yillik moliya yiliga kirgizilmadi. Men xatolashgan bo'lsam, meni tanqid qilinglar vatandoshlar.